Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli uy va bino egalari. Xabaringlar bor. Termoizolyatsiyadan oldin, ya'ni fasad, tom, umumiy kompleksniy termoizolyatsiyadan oldin biz har bitta uy egalariga, bino egalariga maxsus test uskunamizni xizmatimizni qo'shib taklif qilamiz. Shunaqa testlar natijasida siz o'ylashingiz mumkin, faqat oyna romni to'g'ri montaj qilsam, to'g'ri izolyatsiya qilsak bo'ldi, muammo hal bo'lar ekan deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, aslida unaqa emas. Demak, biz mutaxassislarimiz bilan shu narsaga kirishdik. Ya'ni termoizolyatsiyadan oldin oyna romlarning sifatiga va maxsus talablarga, ya'ni energiya samaradorlikka olib keladigan talablariga rioya qilishni boshlab, shu talablarni bajaradigan ishlab chiqaruvchilarni qidirib, ularning mahsulotini o'rganib, uy egalariga, bino egalariga sifatli xizmatlarimizni taklif qilamiz. Shunaqa mana hozir ko'rsanglar bo'ladi. Ofisga kelib, biz uy egalariga hozir Yunusoboddagi obyektimizga biz to'liq energiya samaradorlik bo'yicha yechimlar beryapmiz. Ofisga kelganmiz bir ishlab chiqaruvchini. Shu videoda hozir ko'rsanglar bo'ladi. Mutaxassislar tarafidan bizning nazoratimiz ostida uy egalariga biz Toshkentdagi bor hamma profillarni o'rgangan holda qaysi oynaron va profillar shu bizani umuman energiya samaradorlikka normalari bor, shunga javob berishini aniqlab ularga yechim berdik. Va bugun uy egalari ofislariga kelib, shu ishlab chiqaruvchini rang bo'yicha bir to'xtamga kelish obrazini o'rishdi. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli va o'zingizlarning komfortingizga xizmat qiladigan oyna rom tanlash va to'g'ri montaj bo'yicha va umumiy yechimda termoizolyatsiyani to'g'ri ishlashini xohlasanglar, Teplo doktor jamoamizga murojaat qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.